Assalomu alaykum. 32 talik testning yechimini ko'ramiz. Xo'sh, birinchi misolda aytilgan yerning sirti bilan 60 gradus bo'lchak, endi alfa bo'lchak kengliklarida jismning yerlik sutkalik aylanish hisobga erishadigan chiziq tezligining ifodasini toping. Biz formula bilamiz. Qanday formulamiz bor? V teng o'zi 2pr taqsim katta T deyilgan. Aslida bu vektor uchun va ekvator uchun o'rinli bo'ladi. Ekvatordan alfa burchakni olayotgan bo'lsak, mana shu chizmada ko'rib ketayotgan bo'lsak, alfa burchak, bu yerdan ichki burchaklar almashuvchi burchaklardan bu tomon ham alfa bo'ladi-da. Mana bu aylanuvchi kichkina aylananing radiusi r teng katta R kosinus alfa bo'lib qoladi. Shuni hisobga olganda bu r o'rniga r kosinus alfani qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu formulaga erishamiz. Javobda. Xo'sh, ikkinchisidan shunday alfa burchak qo'yish kerak edi, 60 gradus burchakka. Xo'sh, a normal topmoqchi bo'lsak, v kvadrat taqsim r. Ya'ni shu aylanadagi tezligini shu aylananing radiusiga kvadratini shu aylananing radiusiga bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, tezlikning bizda formulasi bor. Tepadan olamiz. Tepadagi formulani kvadratga ko'taramiz. 4p kvadrat kosa shu narsa 1 ko'paytirilgan bu yerda yo'qdi. Xo'sh, 1 taqsim r. Kichkina r nimaga teng bo'lsa-da, r kosinus alfaga teng. Shuni qisqartirib hisoblab qo'yayotgan bo'lsak, bizga a javobga kelib qolar ekan. Xo'sh, endi 3-savol. Zarraning relativistik impulsi klassik impulsi n marta katta bo'lsa, zarraning tezligini aniqlang. Yaxshi. Xo'sh, birinchi klassik tezligini aniqlab olaylik. Nima? Impulsini hisoblab olaylik, nima tengligini. Xo'sh, p klassik teng m0 ko'paytirilgan v tezlik. Relativ tezlikda esa impulsda esa m0, ya'ni m harakat o'zgarib ketadi. M0 o'zgaradi. Klassik tezlikda massa o'zgarmaydi, bunda esa o'zgarib ketadi. Demak, shu yerda p klassik taqsim endi bu yorug' tezlikka yaqin harakatlanganidan m marotaba katta yo'q, adashibmiz bu yerda. Relativ taqsim klassik. Mana shu holatda tepadagi ifodalarni taqsimlab yuborayotgan bo'lsak, mana bu ifodaga erishamiz. Bu ifodadan faqatgina endi v ni topib olishimiz kerak. V ni topganimizda bu tenglikka ega bo'lamiz. Javobimiz A. Xo'sh, 4-savol. Yorug'lik nuri vakuumdan shaffof muhit sirtiga to'la ichki qaytish chegaraviy burchagi ostida tushmoqda. Muhitning yo'tal sinish ko'rsatkichiga 1.3 ga teng bo'lsa, nur sinishining bitta burchagi qanday bo'ladi? O'zi sinish qoidasiga asosan tushish burchagini sinish burchagiga nisbatan teng bo'lishi kerak. Bu muhitning ikkinchi muhitning birinchi muhitdagi nur sinish ko'rsatkichiga teng bo'lishi kerak. Bo'ldi. Demak, sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1 bo'lishi kerak. Vakuumda n1 ga teng, shaffof muhitga 1.3 ga teng deyapti. Bo'ldi. Mana shu holatdan sinus beta topayotgan bo'lsak, sinus beta teng sinus alfa taqsim n muhit paydo bo'lib qoladi. Bu yerda sinus alfaning qiymatini qaydan topamiz aytgan bo'lsak, ichki qaytirish jarayoni ro'y berganida sinus alfamiz tushish burchagi 1 taqsim n ga muhitga teng bo'ladigan qoidamiz bor. Buni keltirib chiqarsam bo'ladi, yodlab olsanglar yaxshi. Sinus alfaniga 1 taqsim n qo'yib berayotgan bo'lsak, 1 taqsim n kvadratiga teng bo'lib qoladi. Bu yerda endi arklab yuborsak, biz javobga erishamiz, D degan javobga erishamiz. 4 dan keyin bizda 5-misol. Ajoyib misol. Yerdan oygacha bo'lgan masofa shu. Yerdan fokus masofa bo'lgan linza yordamida oyning haqiqiy tasviri hosil qilmoqda. Bunda oyning tasviri linzadan qanday masofada joylashgan? Xo'sh, haqiqiy tasvir bo'layotgan bo'lsa, linza demak u kichiklash tasvir ko'rsatyapti. Demak, bu yig'uvchi linzaga tushadi. Yig'uvchi linzada haqiqiy tasvirga 1 taqsim f, 1 taqsim d plus 1 taqsim f. Qiymatlarni qo'ysak. Jism va linza bilan oy orasidagi masofa 38,000 shuncha kilometrga teng. Buni bu yerga olib qo'yayotgan bo'lsak, bu taqriban nima aylanib ketadi? 0 ga teng bo'lib hisoblasak ham bo'ladi, 0 ga teng. Shunda 1 taqsim f teng 1 taqsim kichkina f bo'lib qoladi. 1 taqsim kichkina f bilamiz bizda tasvirgacha bo'lgan masofa. Shu yerdan katta f kichkina f ga taqriban teng bo'lib qoladi. Javobimiz ham D. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, 6-misolga qaraymiz. Lazer kuchaytirgich optik elementning uzunligi 8 cm ga teng, uning uchlariga ko'zguga aylantirilgan bo'lib, nur
uning ichidan borib keladi. Agar bu muhit sindirish ko'rsatkichi shunga teng bo'lsa, bir son kuchaytirish qancha yo'l bosadi. Yaxshi. O'zi formula bor, S teng VT, faqat muhitda yorug'lik tezligi n marotaba kamayib ketadi. S taqsim n ko'paytirilgan T. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yishning o'zi kifoya. 6-misoldan keyin 7-sida katta chizmalar berilgan. Chizmalarda nima deyapti? Misol yozib qo'ygan, lampaga mana bu ko'rishimiz mumkin, birinchi chizmada lampaga voltmetr parallel ulangan. Bir xil javoblarda ampermetr ulangan, voltmetr boshqacha ulangan. Faqatgina bu yerda B va D javobda to'g'ri bo'lib turibdi. Birinchi chizmaga asosan, birinchi instrumentlar ga asosan B va D ikkalasini tekshirishimiz kerak. B va D ni ko'rayotgan bo'lsak, ikkinchi javobida bittasiga parallel ulangan ampermetr ulangan, ikkilariga voltmetr. Biz ko'rib turibmizki, lampalar bir-biriga parallel, unda voltmetrlar parallel ulangan. Ko'rib turibmizki, javobimiz D. 8-misolga qaraydigan bo'lsak, buyum va uning haqiqiy tasvir orasidagi masofa 1 bo'lib, tasvir L bo'lib, tasvir buyumdan n marta katta bo'lsa, linzaning fokus masofasini toping. Yaxshi, o'zi yig'uvchi linzada hosil bo'lyapti bu. Chunki haqiqiy tasvir D bu masofa, kichkina f bu masofa. Ikkalasining orasidagi masofa L ga teng ekan. Shu yerda yana bitta boya berib ketadi. F taqsim D n ga teng, ya'ni kattalashtirish. Shu yerdan f topsak dn degan formula kelib chiqadi. Xo'sh, dn bu ifodaga qo'yib, shu yerdan d ni topib olayotgan bo'lsak, l taqsim n plus 1. Buni bu formulaga qo'ysak, f teng nl taqsim n plus 1 ga teng bo'ladi. Buni qiladigan ishimiz faqatgina yig'uvchi linzani formulasiga tashlab yuboramiz. D ni o'rniga borib qo'yamiz, f ni o'rniga borib qo'yib, katta f ni, ya'ni fokus masofasini topishimiz kerak. Shunda S javobga ega bo'lamiz. Xo'sh, 8 dan keyin bu yerda 9-misol bu yoqda. 9-savolda X muhitdan kelayotgan yorug' nuri Y ga o'tib, keyin Z muhitga o'tib ketyapti. X va Z dagi nur sindirish ko'rsatkichlari bir xil, ya'ni bir xil muhit ekan. Xo'sh, bizda qoida bor. Nur kelib, agar boshqa bir muhitga o'tib, keyin yana shu muhitga o'tib ketayotgan bo'lsa, yo'nalishi o'zgarmasligi kerak. Ya'ni shu yo'nalishga parallel qolishi kerak. Burchaklari teng, ya'ni. Bu bunday kelgan bo'lsa, bu yoqdan ham xuddi shunday yoki bundaychasi bir xil parallel ravishda o'tib ketishi kerak. Bu tushayotgan nur bilan bundan chiqib ketayotgan nur bir-biriga parallel bo'lishi kerak. Endi tasavvur qilayotgan bo'lsak, o'ylab ko'raylik. Bu muhit ham bir xil bo'lganda nima bo'laydi? Shu tekislikdan o'tib L nuqtadan o'tib ketardi deb chiziqli kataklarda chizishingiz mumkin sizlar. Shu L nuqtadan o'tib ketgan bo'lar edi. Lekin bu muhit bilib bo'lmaydi. Yoki bundan kattaroq sinib ketishi mumkin. Sinib ketgan paytda K nuqtaga o'tib qoladi parallel ravishda. Bundan kichikroq burchakda singanda esa sinatda M nuqtadan o'tib ketadi. Shu yerda javobimiz K va M nuqta bo'lib qoladi. Yoki boshqacha xulosa qilishimiz mumkin. Parallel agar muhitlar bir xil bo'lganda L dan o'tar edi. Agar o'rtaga muhit joylashtirilsa yoki K nuqtadan yoki M nuqtadan o'tib ketishi mumkin. Bu muhitda Y muhitga bog'liq. Xo'sh, 9 dan keyin 10-misol. Chizma berilgan. Bunda aniqlashimiz uchun biza sirtga perpendikulyar, ya'ni normallar o'tkazib olishimiz kerak. Tushish va sinish burchaklarini aniqlab olishimiz uchun. Mana men o'tkazib olganman. Bu yerda normal o'tkarilgan 90 gradusda, bu yerda ham normal o'tkarilgan 90 gradusda. Xo'sh, bitta bizga qoida yordam beradi. Burchaklar bilan ishlaymiz. Tushish burchagining sinusi shu muhitning nur sindirish ko'rsatkichiga teskari bog'langan formula bo'yicha. Shu qoida bo'yicha ketamiz. Sinus alfa bilan sinus betani bir-biriga bog'laymiz. Sinus alfa sinus betadan kattaroq. Agar chizib ko'rsanglar, aniq ko'rinib qoladi, aniq ko'rsatilgan. Sinus alfa sinus betadan katta bo'lsa, bu burchak bundan katta bo'lsa, demak, buning ko'rsatkichi bunikidan kichkina. Teskari nisbatda. Nx kichkina ny. Endi bu burchaklarga o'tamiz. Sinus teta bilan sinus gammani taqqoslayotgan bo'lsak, sinus teta gammadan katta. Demak, buniki teta katta bo'lsa, ny nz dan kichkina bo'lib qolar ekan. Ikkala tengsizlikni bir-biriga moslashtirib, ya'ni
birlashtirib yuborayotgan bo'lsak, NZ eng kattasi, NY o'rtada, NX esa oxirida eng kichigi bo'lib qolar ekan. B javobga erishar ekanmiz. Yana men. Xo'sh. Bir 12-misolga qaraysak, adashmasam 12-misolga keldik. 11-misol ham bor edi bizda. Bu yerda qolib ketibdi, uzr. Qarang, tushyaptimi ekranga? Mana. Xo'sh, 11-misol. Bir xil masala ikkitama bir vaqtda qo'zg'aldi va tekis tezlikda harakat qildi. Agar bir xil vaqt ichida birinchi avtomobil ikkinchisiga qaraganda 2 marta katta tezlikka erishgan bo'lsa, birinchi avtomobil o'rtacha quvvati ikkinchisidan necha marotaba katta. Bo'ldi, tezliklar birinchi nisbatlab olayotgan bo'lsak, ikkinchi tezlik birinchisidan 2 barobar katta ekan va bir vaqtda shu natijaga erishibdi. Demak, buni V o'rniga tezliklar formulasiga qo'ysak, A2 tezlanish bilan bog'langan, A1 ya'ni 2. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bir ikkinchisining tezlanishi birinchisining tezlanishidan 2 barobar katta ekan. Endi quvvat formulasi FV edi. F ni ochib yuboramiz MA, V ni ochamiz AT. Bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, massa o'zgarmas, bir xil massa deyilgan, chunki bir xil vaqtda, lekin quvvat tezlanishga kvadrat qiymatda to'g'ri proporsional ekan. A2 A1 dan 2 marotaba katta bo'layotgan bo'lsa, quvvatlar esa kvadrat qiymatda, ya'ni 4 marotaba katta bo'lishi kerak ekan. o'n ikkinchi misolga endi kelamiz. Xo'sh, 12-misolda plastinka bor ekan, tepadan biqirligi bor prujina tortilib qo'yilgan ekan, gorizontal tekislikda prujinani ko'tarilgan, ya'ni plastinkani prujina orqali 1 metr yuqoriga ko'tarishimiz kerak. Unda nima jarayon yuz beradi? Pura haqiqatan plastinka 1 metr ko'tarilsa, MGH potensial energiyaga ega bo'ladi. Potensial energiyani bajarishimiz kerak, tepaga ko'tarish uchun berishimiz kerak. Nima bo'ladi yana? Prujina ham ozroq cho'zilib qoladi. Prujina cho'zilgan payt yana K delta x kvadrat taqsim 2 elastiklik kuchini ham bajarishimiz kerak bo'ladi. Mana AH dek MGH plusdan K delta x kvadrat taqsim 2. Bittagina potensial energiya bilan ish bitmaydi, ya'ni K delta x kvadrat taqsim 2 ham hosil bo'ladi. Xo'sh, bu yerda M bor, J ham bor, H ham bor, balandligi ham. Faqatgina bunda delta x yetishmayapti. Delta x qanday topamiz? Kuchda topib olamiz, ya'ni osilgan massaning og'irligini K delta x ga tenglasak, bu yerdan delta x kelib chiqadi. Delta x ni o'rniga qo'yib hisob kitobni amalga oshirsak, D javobga erishar ekanmiz. 150 newton, uzr. Buni to'g'rilab qo'yamiz. 150 joulga ega bo'lar ekan. 12 13-misol, 14-misolga joy tashlab ketganmiz. Bu yerga sig'maganligi uchun alohida ishlab beramiz ularni. Xo'sh, 12, 15-misolga o'tsak bundan navbatida. 15-misol balandligi 2 metr bo'lgan qayta tekislik bor. Tepada jism bor edi. Bu yerdan qo'yib yuborilibdi-da, gorizontal tekislikda ham qanchadir masofa bosib o'tibdi. Shu gorizontal bosib o'tgan masofani topishimiz kerak. O'zi nimaga teng bo'ladi? Yuqoridagi potensial energiya yo'ldagi ishqalanish kuchiga sarf bo'lib ketadi. Demak, MGH teng bo'lishi kerak. Mu mg kosinus alfa bu yerdagi ishqalanish kuchini bosib o'tgan masofa L plusdan bu yergacha mu mg bo'ladi, chunki ishqalanish kuchi o'zgarmaydi. Ishqalanish koeffitsiyenti o'zgarmasa yapti. Mu mg ko'paytirilgan S. Ishqalanish kuchini bu yerga masofa ko'paytmaymiz. Bo'ldi, bu yerdan mg lar qisqartirib borib, uni qo'yib hisoblashimiz kerak bo'ladi. Kosinus alfa ham qiyinmiz, ilzoq sigramlarda 5 ga nisbati L ham 5 ga teng qisqarib ketadi. Shu yerdan hisob kitobni olgan paytimiz masofamiz taqriban 35 metrga teng bo'lar ekan. B javobga erishdik. Bu yerdagi 16-misol -50 gradus haroratli muz parchasini 50 gradus temperaturada suvga aylantirish uchun qancha energiya talab, shuncha energiya talab qilinadi? Muzning massasi qancha? Xo'sh, avval nima qilamiz? Birinchi o'rinda muz erish kerak. Keyin muz erigandan keyin -50 dan 0 gradusgacha borish kerak. Keyin 0 gradusdan 50 gradusgacha ko'tarishimiz kerak bo'ladi. O'tish orqali birinchi erityapmiz. Keyin delta T1 mana -50 gradusdan 0 gradusgacha olib borishimiz kerak. Keyin esa
delta T2 0 gradusdan 50 gradusgacha olib borishimiz kerak. Bu yerda delta T 50 dan bo'lyapti. Bu yerda bitta bilayotgan narsamiz 0 gradusdan past haroratlarda solishtirma issiqlik suvdagi 2100, 0 gradusdan yuqori haroratda esa 4200 da tashkil etadi. Unaga hisob-kitob qilib qo'ysak, bizda javobimiz nima edi? M teng 1 kilogramm. Biroz hisob-kitob bo'ladi. Birozimiz anchagina. Xo'sh, 17-misol. Shu tezlik bilan uchayotgan qo'rg'oshin o'q davomini teshib o'tadi. Agar o'qning tezligi shuncha bo'lsa, uning tezligi rostga aniqlang. Yaxshi. O'q 500 bilan kelayotgan edi. Chiqishida esa 300 tezlik bilan chiqib ketyapti. Bu yerda nima bo'lyapti? Kinetik energiyaning yo'qolishi o'qning qizishiga sabab bo'ladi. Mana, Y kinetikning yo'qotilishi delta K kinetikning yo'qolishi SM delta, ya'ni o'qning qizishiga sarf bo'lib ketadi. Bu yerda to'liq Y kinetik to'liq yoki delta Y kinetik hammasi ham o'q qizishiga sabab bo'lmaydi, atrof muhitga ham sochilib ketadi issiqlik. Shuning uchun foydalanish koeffitsiyenti mavjud. Bu yerda mana mv2 kvadrat taqsim 2 mana Y kinetikning o'zgarishi ko'paytirilgan F teng SM delta T. Bu yerda S berilib o'tib ketgan ekan, 128 bir xil joyda 130 ham keladi. Solishtirma issiqlik energiyasi. Solishtirma issiqlik koeffitsiyentiga. Shu yerda hisob-kitobini olib qo'ydik, matematik delta teng bo'ladi 250 gradus Celsius degan javob bo'lar ekan. Va javobga erishamiz.